Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitay bilan davamlaşdırıb kelayotgan diplomatik münasibətini ayıpladı. Xitayning vatanimizga zuvani bo'lgan Tangirtog to'rining 25 yanvar kunidagi xabarida 25 yanvar kuni atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining katibi Chen Xiaojiang va Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyazning Urumchida Islom Hamkorlik Tashkilotining bosh katibi Husayn Ibrohim Taha bilan ko'rishganligi. Chen Xiaojiang Xitoy Kompartiyasi atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Komiteti va rayonluq hukumat nomidan Taha va uning vakili Ömkini qizg'in qarshi olganlik va Islom Hamkorlik Tashkilotining xalqaro sahnada atalmış Şinjanni kuchli qo'llaganligiga minnatdorlik bildirganligi. Atalmış Şinjandagi millatlarning ko'p xillik, madaniyatning mo'llik va diniy jihatdan birlikda yashagan bir rayon ekanligini aytdi. Xabarda yana Xitoy Kompartiyasining 18-navbatlik mamlakatlik qurultayidan buyon Xitoy katibashi Shi Jinping va Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetining rahbarligida atalmış Şinjanning uzun muddatlik ijtimoiy muqimligini saqlab, kuchli milliy birlik tuyg'usini yetildirib, diniy ishlarda inoqlikni kafolatlantirib, tarixiy iqtisodiy o'sishga erishib, ommaviy farovonlikni yaxshiladi. Bu taraqqiyotlar Xitoy Kompartiyasi rahbarligi va Xitoycha alohidaligiga sotsialistik sistemaning kuchli taraflarini namoyon qilib, Xitoyning millatlar masalasiga bo'lgan pozitsiyasining hayotiy kuchini namoyon qilib, Junxo millatining bir oila sifatida o'yishini aks ettirdi deyildi. Va yana yaqinqi yillardan buyon Islom Hamkorlik Tashkiloti vakillari va a'zo davlatlar Xitoyga ziyoratga berib, Xitoyning rayondagi millatlar va diniy siyosatlari shundoqla boshqarish strategiyasini cho'nqur tushunib, ijobiy baho berdi. Atalmış Şinjan İslam Hamkorlik Tashkiloti va uning a'zo davlatlari bilan birlikda madaniyat almashtirish, iqtisodiy hamkorlik, terrorlikqa qarshi turish va inson haqlari suhbatini kuchaytirish, shundoqla Atalmış Şinjan bilan islom davlatlari o'rtasidagi amaliy hamkorlikni ilgari surishga tayyor ekanligini bayon qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 25 yanvar kuni İslam Hamkorlik Təşkilatının Xitoy bilan davamlaşdırıb kelayotgan diplomatik münasibətini ayıplab, axborot e'lon qilib mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Hamkorlik Təşkilatı bilan Ateist Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyati o'rtasidagi davamlashayotgan diplomatik munosabatga bo'lgan cho'nqur andisi va uni qat'iy ayblaydiganligini bildirdi. Bu ayblashlar Xitoy Kompartiyasi sodir qilib kelayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlar, diniy ziyonkashlik, majburiy emgak haqliq, ommaviy qulluq va musulmon xalq shundoqla ularning vatanini qonunsiz mustamlikachilik bilan ishg'ol qilishni davomlashtirayotgan mezgilda bosh kotib Husayn Ibrohim Taha boshchiligidagi Islom Hamkorlik Tashkiloti vakillari Ömkining Xitoyga qilgan rasmiy ziyorati ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda planlangan ziyorat va Xitoy Kompartiyasi kontrolidagi qurilishlarda elib beriladigan yig'inlarga qatnashish qatorliqlarga qaratilgan. Özünü musulmon dunyosining o'rtaq ovozi deb ataydigan va boshqa ahvollarda musulmonlarga qilingan zulm, tajovuzchilik va zo'ravonlikni qattiq ayblaydigan javobgarlikni ustiga olishni, ishg'olga xotima berishni va ojizlarni qo'g'dashni talab qiladigan Islom Hamkorlik Tashkiloti Sharq Turkiston masalasida faqat oshkora sukut qilishni emas, balki sheriklik qilish, faol diplomatik qonunlashtirishni tanladi. Bu ochiq-oshkora ziddiyat cho'nqur ikkiyuzlamachilikni oshkorlaydi va hamma yerda zulmga uchragan musulmonlarni qo'g'dash uchun o'ziga yuklangan muqaddas ishonchga xiyonat qilishga vakillik qildi. Musulmonlarning izzat hurmatini qo'g'daydiganligini ilgari suradigan Islom Hamkorlik Tashkiloti sunniy hamroh analiziga qaraganda 16 mingdan ortiq masjidni chaqayotgan, buzibatgan yoki o'zgartirayotgan, millionlagan Qur'on va islom kitoblarini musodir qilib vayron qilgan, ro'za tutish va namoz o'qish qatorliq asosiy islom odatlarini cheklagan imomlar, olimlar va jamiyat rahbarlari qatorliq millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk musulmonlarini xohlagancha tutqun qilgan Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi ateist ishg'oliyatchi hukumat bilan yuqori darajalik hamkorlik o'rnatdi. Ishg'oliyatchi hukumat yana Sharq Turkiston musulmonlari nufusining zo'r darajada ozayishiga sabab bo'lgan majburiy tug'ut cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yib, 1 milliondan ortiq Sharq Turkistonlik musulmon bolalarni oilasidan ayirib o'tish orqali islom e'tiqodi va kimligi bilan bo'lgan munosabatini majburiy usib, millionlagan Sharq Turkiston musulmonlarini majburiy yo'tkab, qul emgaki bilan shug'ullantirib, ularga davomli qamoq jazosi tahdidi berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari bu qilmishlarning 2026 yili 22 yanvargacha insoniyatga qarshi jinoyat deb qaralishi mumkinligini ogohlantirdi. Qur'onda Alloh sizlar nimishqa Alloh yo'lida va zulmga uchragan erlar, ayollar va bolalar uchun urushmaysizlar. Ular Parvardigorimiz bizni bu zulmga uchragan shahardan chiqarib deydi. Bu oyat zulmga uchraganlarga faol yordam qilishni buyuradi.
Barlıq fikir iqimidagi islom ilmlari musulmonlar zaminini ishg'ol qilish va ularning e'tiqodi, hayoti va izzat hurmatiga qilingan zo'ravonlik hujumlariga qarta har bir qobiliyatli musulmon davlatlari va organlarining zulmni to'xtatish, zulmga uchraganlarni qo'g'dash va adolatni asliga keltirish majburiyatini birlikda ado qilish kerakligini jazmlashtirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining kultur va diniy ishlar ministri Adil Ablamet har qanday musulmon organi yoki davlatda musulmon qarindoshlariga zulm qilayotgan, qul qilayotgan va ishg'oliyat yurgizayotganlarni qonunliq deb qarab, musulmonlarning izzat hurmatini qo'g'laydiganligini aytib da'vo qila olmaydi va ishonchga erisha olmaydi. Bunday qilmishlar faqat ishg'ol qilingan Sharq Turkiston musulmonlariga emas, balki islom hamkorlik tashkilotining asosiy vazifasi va islomning asosiy prinsiplari qilingan xiyonatdir dedi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlardan kim bir yomonlikni ko'rsa, uning qo'li bilan o'zgarsin. Agar o'zgartilmasa, tili bilan o'zgarsin. Agar o'zgartilmasa, qalbi bilan o'zgarsin. Bu iymonning eng ojizligi degan. Bundaq ig'ir yomonlikni yuqori darajalik ziyoratlar va hamkorliklar orqali qonunli qilish yoki diplomatik jihatdan normallashtirish payg'ambarning buyrug'iga xiloflik qilish hisoblanadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik ishg'oliyat ostida qolgan musulmon dunyosida duch kelayotgan eng ig'ir axloqiy sinoqlardan biri. Tarix va Alloh zulmga uchraganlar uchun adolatdan ziyoda o'z manfaatini oldingi o'ringa qo'yganlarni jazolaydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Islom hamkorlik tashkiloti va uning a'zo davlatlardan darhol tuvanliklarni qilishni talab qiladi. Birinchidan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın itiraf qilishi va xalqaro qonunga binoan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatini, diniy ziyonkashlikları, ommaviy qul qilish va qonunsiz ishg'ol qilib olishini oshkora ayblash. Ikkinchidan, bu vahshiyliklarni qonunli qiladigan va oqlaydigan barliq diplomatik tashabbuslar, bayonotlar va hamkorliklarni to'xtatish. Uchinchidan, mustaqil tekshirishlarni, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirishini, jinoyatchilarga qartilgan nishonliq jazolarni va majburiy emgak bilan bulg'angan tovarlarni cheklashni faol qo'llash. To'rtinchidan, ishg'ol qilingan Sharq Turkiston musulmonlarining o'z taqdirini o'zi belgilash, mustamlikachilikdan qutulish va to'liq mustaqillikni asliga keltirish huquqini qat'iy qo'llash. Bu jinoyatlarni oxirlashtirishning birdan-bir imkoniyatli yo'li 10 milliongan Sharq Turkiston musulmonlari irqiy qirg'inchilik, qulluq, zulm, sukut, jinoyatga sherik bo'lish yo'li bilan yo'qolish girdoviga kelib qolgan ahvol ostida hech qanday musulmon organi yoki davlatda musulmonlarning izzat hurmatini qo'g'dash da'vosini qilayotganligini ishonch bilan ayta olmaydi. Bu islom hamkorlik tashkiloti va uning a'zo davlatlar ikkiyuzlamachilik va sheriklikdan voz kechib, o'zlarining harakatini adolatga uyg'unlashtirishi, majburiyatlarini istisnosiz ado qilishi kerak. Sahih Buxoriy 2448 numurli hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zulmga uchrag'uvchilarning la'natidan qo'rqinglar, chunki uning duosidan Allohning orasida parda yo'q degan ekan. Zulmga sukut qilib, ikkiyuzlamachilik bilan qonunlashtiruvchi ziyoratlar orqali zolimga yordam qilganlar ularni ojizlarning azob-uqubatlarining faryodidan qo'g'daydigan hech qanday to'salg'i bo'lmay, ilohiy hisoblashmaga duchor bo'ladi. Sharq Turkiston xalqi, musulmon organlari, rahbarlari va davlatlarining ikkiyuzlamachiligi va xiyonatiga qarshi sukut qilmaydi dedi. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, kalimatullahni ustun qilib, insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yem qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tutunuvchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'g'siz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini sig'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqqizgan, barliqini fido qilgan qahramon shehidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mezoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatli dafsanchiliklarga qarshi o'zini muhofazat qilishga barliqini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shinni saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bo'lsa-mu ostiltishga yaraydigan. Bozorning ahvoliga qarab emas,
xatarning darajasiga qarab ish tutishni, buningdanmi adashga yuzilayotgan xatarga oldin to'g'on silishni biladigan avangardlarni, vafodorligini qavash-chog'liq haqqoniy pozitsiya bilanmi bo'lsa sahib chiqishni o'ylaydigan vafodor vatan mansuplarini kutib turmoqda. Vatan ahdimiz vafo mezonida nomli maqoladan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.